لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohga hamdlar bo'lsinki, yildan yilga yurtimizdan haj ibodatiga boradiganlar soni ortib bormoqda. Alloh bundan da ziyoda aylasin. Bu xayrli ishga sababchi bo'lgan mutasaddilardan Alloh taolo rozi bo'lib, ikki dunyo saodatini ularga nasib aylasin. Azizlar, dar haqiqat bu haj ibodati nihoyatda eng buyuk, katta ibodatlardan bu. Alloh subhanahu va taolo boy kimsalarning zimmasiga bu hajni farz qilgan. Bu farz qilishi bilan birgalikda dinimizda haj ibodatini chiroyli holatda bajarib kelganlarga juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Al-hajjul mabrur laysa lahul jaza illa al-janna dedilar. Ya'ni qabul qilingan hajning mukofoti faqatgina jannatdir deb marhamat qilyaptilar. Bu hadis sharifni Imom Buxoriy va Imom Muslim o'zlarining kitoblarida keltiryaptilar. Qarang, azizlar, bu hajga borgan hojini haji qabul qilinadigan bo'lsa, unga eng mukofotlarni kattasi bo'lmish jannat va'da qilinyapti. Va bundan boshqa bir qancha hadislarda katta mukofotlar bor. Shunday ekan, bu muborak haj safari, haj ibodati kimga nasib qilgan bo'lsa, bu shaxs haj amallariga alohida e'tibor qilish kerak. Bu unga tegishli ilmlarni o'rganishlikka qattiq bel bog'lash kerak. Chunki bu nihoyatda katta bu ibodat bu. Bu o'ziga yarasha bu ibodatni amallari ham ko'p. Endi bir qancha mablag' sarflab, bir qancha vaqt sarflab, bir qancha mashaqqatlar bilan agar haj amallarini qiladigan bo'lsa-yu, lekin uni ilmlariga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, unga tegishli ilmlarga qiziqmaydigan bo'lsa, unda maqsadlar hosil bo'lmay qoladi, Alloh saqlasin. Va bu hajga va'da qilingan ajr mukofotlardan mahrum bo'lib qolish mumkin bo'ladi, Alloh saqlasin. Mana shunday narsalarni mulohaza qilib, shularni inobatga olib, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi ulamolar tomonidan siz aziz hajga ketayotgan hoji akalar, hoji onalarimizga mana shunday bir haj amallarini bir sodda va yengil tarzda kitoblardan bir o'rgatish rejasini qilyapmiz inshaalloh. Bir qancha silsilaviy bir darslar bo'ladi. Bunda hajga ketishni reja qilib turgan odam hajga ketishdan oldin uyda qanday narsalarga e'tibor qilish kerak, safar oldi nimalarga e'tibor qilish kerak, u joylarga borganda Madina Munawvara, Makka Mukarrama, Mino, Arafot, Muzdalifa, undan keyingi tosh otish, soch oldirish va hokazo bir qancha masalalarni sizlarga oson va yengil uslubda bayon qilishni reja qilingan inshaalloh. Sizlarni duoinglardan umidvormiz. Duo qilib tursalaringiz inshaalloh bir qancha kitoblardan o'rgangan narsalarimizni sizlarga bir oson va yengil uslubda bayon qilishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo haj ibodatiga otlanib turgan, haj ibodatini chiroyli bajarib kelaman deb turgan har bir yurtdoshlarimizga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat berib, u ibodatlarni, haj ibodatini chiroyli bajarib, yurtimizga gunohlardan forig' holatda kelib, jannat mukofotlari bilan qaytmoqliklarini Alloh nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.